Agar hayatınızda o'zgarishni umid qilsangiz, siz hissiy munosabatda beram bo'lgan vaqtingizda o'zingizdan yangi bir savolni so'rashingiz kerak. Bu savol bo'lsa, bu yana nimadan derak berdi? Agar siz buni o'zingizdan so'rsangiz, u hayotingizni o'zgartirdi. Siz beram bo'lganda, sizning beram bo'lishingizning sababi biror odamning biror ish qilganligidan yoki biror narsa deganligidan emas, balki sizning beram bo'lgan ishlarga bergan ma'noringizdan kelgan. Siz buni, ular buni deyish orqali menga buni bildirmoqchi deysiz. Shuning uchun siz bundaq deyishning o'rniga bu yana nimalardan derak berdi deb savol so'rashni o'rganib olishingiz kerak. Ondan siz uningga javob tepishingiz kerak. Siz yo'liqqan biror ishning past ma'nosiga erishgan vaqtingizda uningda shunchalik darajada aktiv ma'noning bo'lganligini unutib qolmang. Masalan, ma'lum bir odam bir ishni qilaman deb qo'yib o'zini ko'rsatmasa, siz bu vaqtlarda g'alit o'ylar kelishga boshlaysiz. Bu vaqtda siz ishning bundaq bo'lganligiga ishonmayman. Ular ko'ngil bo'lmaydi ekan. Qarang, ular meni tanqis qo'ydi deysiz. Sizda 3-4 past ma'nolar paydo bo'ladi. Masalan, ular ko'ngil bo'lmaydi ekan, ular doim shunday qiladi, ular mas'uliyatsiz ekan degandek. Siz bu xil passiv ma'nolarni kayni-kaynidan tepiversangiz, siz bir xil passiv holatga yetib qolasiz. Bu vaqtda boshqalarning siz bilan hissiy munosabat o'rnatishi tavakkulchilik bo'lib qoladi. Amaliyotda bu xil passiv holatda boshqalar bilan munosabat bog'lamoq tasga to'xtaydi. Bu xil ahvolda siz bilan munosabat o'rnatgan odamga qanday muomala qilasiz? Siz balkim bu xil passiv holat orqali ularga o'zingizning hissiy munosabatining bir qismi bo'lishini rad qildirishingiz mumkin. Balkim ular sizdan biroqla juda bo'lib ketmasligi mumkin. Biroq shu paytda ularning siz bilan hissiy munosabat o'rnatqisi kelmaydi. Shuning bilan siz hayotning ta'mini yo'qtisiz. Tushunishmi? Shunlashqa siz bundaq qilishning o'rniga bu xil hissiy munosabatga ochiq yo'riqlik yoki keng qursaqlik bilan mumkinchiligi bor bo'lgan har xil yaxshi ma'nolarni bering. Chunki haqiqat shuki, kishilar ishlarni buzib qo'yganda boshqalarning aybligidan o'zini ayblishi bakrak kuchli bo'ladi. Shunlashqa hissiy munosabatda mas'ul ko'rilgan vaqtda siz nima uchun ularni ishtirsiz, nima uchun ularni ayblaysiz? Balkim siz ularning so'ygini, do'sti, xizmatdoshi, sheriki, yetakchi o'qituvchisi, apsi va yoki dadasi va yoki o'g'li, qizi bo'lishingiz mumkin. Sizning ular bilan qanday munosabatingiz bo'lishidan qat'iy nazar, nima uchun bu xil munosabatni parvish qilib yetildirmaysiz? Bu hargizmi sizni past harakatlarni qabul qiling deganlik emas. Balki qarshi taraf buni maqsadli holda meni zaxmlantirish uchun qildi deganni qiyos qila olmang deganlik xolos. Boshqalar biror ish qilgan vaqtda noiti oz ahvolda bu ish siz bilan munosabat bo'lishi mumkin. Odatda siz ular uchun unchalik muhim emas. Ular faqat o'zining ehtiyojini qondirmoqchi. Ular faqatla o'zlarining qo'rqinchiga taqobil turyotdi. Umutsizlikka taqobil turyotdi. Siz dal shu vaqtda ularning yo'lida bo'lib qoldingiz xolos. Bu xil ahvol siz uchun, men uchun, boshqalar uchun o'xshash. Shunlashqa esingizda ching tutingki, ko'pincha ahvolda ularning biror ish qilgani hargizmi sizni deb emas. Agar ular bearam bo'lgan bo'lsa, ular o'zlarining o'tmishi tufaylidan bearam bo'lyotdi. Ular ishidan umidlangan bo'lg'achqa, ular shu tufaylidan bearam bo'lyotdi. Ularning sizga nisbatan bearam bo'lishining sababi bo'lsa, ular sizni o'zlarining har xil ehtiyoji, muhimlik ehtiyoji, muhabbat ehtiyoji, ya'ni o'zi kerak bo'lgan bir narsaga yetishida to'salg'i bo'ldi, to'sab qo'ydi deb qiyos qilib olganlik xolos. Shunlashqa amaliyotchan bo'ling. Ular hargiz sizni maqsad qilmagan. Ish hargizmi siz o'ylagandek emas. Undaqda bu nimadan derak beradi? O'zingizni so'rab beqing. Biz passiv ma'noni bermay, aktiv ma'nolarni berishimiz kerak. Masalan, ularning va'dasi turolmaganligining sababi bo'lsa, ular haqiqatan ablah degandek emas, balki ularning biror ish qilgan bo'lishi mumkin. Balki hayotida buningdan muhim ish yuz bergan bo'lishi mumkin. Balkim ular men uchun biror ish qilayotgan bo'lishi mumkin. Balkim men ularga bu ishni dal mush vaqtda tamomlashni to'g'ri yetkazib bera olmagan bo'lishim mumkin. Balkim men ko'p narsalarni o'ylab olgan bo'lishim mumkin. Balkim ko'p narsalarni talab qilib olgan bo'lishim mumkin degandek ma'nolarni berishingiz kerak. Agar siz yetarlik aktiv ma'nolarni topsangiz, ishingizda tamponliq bo'ladi. Siz aloqa qilgan vaqtda ikki yuz beradi. Birinchisi, agar siz er kishi bo'lsangiz, aloqa jarayonida bak salobatli bo'lib ketasiz. Agar ayol kishi bo'lsangiz, siz aloqa jarayonida bak latofatli bo'lib ketasiz. Bu vaqtda siz kishilarni azoblaydigan nachar o'ylarni qat'iy o'ylamaysiz. Ikkinchisi,
Agar siz boshqalar bilan aloqa qilgan vaqtda siz yomon o'ylarni o'ylab qolsangiz, sizning to'g'ri bo'lgan taqdirdami siz boshqalarni zaxmlantirib qo'ysiz. Amaliyotda sizning hissiy munosabatdagi kishilarni zaxmlantirganligingiz o'zingizni zaxmlantirganligingizga barobar. Chunki siz hissiy munosabatni zaxmlantirdingiz. Ya'ni sizlar tang bahramon bo'lish tegishli bo'lgan mushu munosabatni zaxmlantirdingiz. Bu deganlik tamg'a bir mush ursangiz, tamg'a dast ketib qolmasdan qo'lingizga zaxm yetadiganligini derak berdi. Nurg'ulgan kishilar ishlar toza yaxshi bo'lmaganda ularning qiladigan birinchi ishi nima? Ular ashu munosabat ichidagi kishilarga zarb berdi. Masalan, sen mushundaq demagan bo'lsang, men bundaq qilmaydim. Sen undaq demagan bo'lsang, men andaq qilmaydim. Hammasi sening savalliging, hammasi sening xatoliging degandek. Biroq masala shu yerdiki, siz amaliyotda o'zingizning amroyiga zarb beryapsiz. Bir kemidagi birodarlaringizga zarb beryapsiz. Bilamsiz, bu dunyoda biz zammiz o'xshash bir kemida yashaymiz. Bu kema albatta yer shari shu. O'zimizning kemisini o'zimiz o'rayotsak, nima yuz berar? O'xshashla hammamiz birga suv g'arq bo'lamiz xolos. Hissiy munosabat bo'lsa, bir putunlikni talab qiladi. U bizning qandoq qilganda o'zaro yuqori pallaga chiqishdagi yordam beradigan vositamiz. Hargizmi o'zaro jazolash vositamiz emas. Hissiy munosabatdagi eng chong raqobat bo'lsa, kishilar muhabbat bir tarafga qaraganda o'zininkini rastlaydigan tarafda turishni bakra xohlaydi. Undaqda o'zingizni so'rab beqing, bu nimadan derak berdi? Muhabbat bir tarafda turish kerakmi yoki to'g'ri bo'lgan tarafda turish kerakmi? Agar siz ajoyib qaltis munosabatga erishib qolsangiz, undaqda siz cho'qim ishlarning aktiv ma'nolarini egallashda cho'qim mahir bo'lishingiz kerak. Gerçi xatolik bo'lgan taqdirdami, siz ishlarni rag'batlantira oladigan aktiv ma'nolarni bayqasangiz, boshqalar sizdan minnatdor bo'ladi. Uzun o'tmay bu xil minnatdorlik ularning ehtiyojiga aylanadi. Kishilar ishlarning passiv tarafini kuchaytirishga ancha ovoz qo'shib ketmaydi. Biroq kishilar aktiv tarafini kuchaytirishga ovoz qo'shadi. Masalan, bir misol olaylik. Sizning jo'ringiz sirtidagi vaqtida sizga kunda soat 6 da telefon qiladi. Lekin tuyuqsiz bir kuni dal shu vaqtida sizga telefon qilmay, kechkiroq telefon qildi. Siz telefonni olgan vaqtida uningga qaqshidingiz. Uni nima deb dal 6 telefon qilmaysiz deb so'roq tortdingiz. Dardingizni to'kdingiz. Qani siz bu gaplarni deyish orqali uningga nima demoqchi? Telefon qilganingiz xato demoqchimi? Chunki sizning bu gaplaringiz qarshi tarafga nisbatan azobtan emasmi? Yana bir misol olaylik. Bir qiz o'g'il do'stining telefon qilishini kutdi. Lekin o'g'il do'sti vaqtida telefon qilmadi. Bir necha kun o'tgandan keyin o'g'il do'sti telefon qildi. Bu vaqtda qizcha qaqshidi. Uni so'roq tortdi. Bu xil ahvol keyin telefon qilgan bir necha hafta ichida davomlashdi. Shuningdan boshlab o'g'il telefon qilishni to'xtatdi. Chunki u bunda qaqshash, so'roq qilishlardan bezor bo'lgan edi, jah to'ygan edi. Shuning bilan ularning munosabati oxirlashdi. Shunlashqa passiv faoliyatni kuchaytirish sizning nishoningiz emas. Passiv faoliyatni kuchaytirish sizning nishoningiz bo'lmasligi kerak. Agar siz bir hissiy munosabat ichida bo'lgan bo'lsangiz, siz bu xil munosabatdagi jiddiychilikni yo'qotish uchun o'tmishga inkas qaytarmang. Yomonni qiyos qilmang. Aktiv taraflarini tepib chiqing. Agar bu xil aktiv taraflarmi sizning ehtiyojingizni qondira olmasa, siz darhol harakat qilib bu xil hissiy munosabatni oxirlashtirib o'ting. Yana bir qatim eskartib qo'yay. Yana bir qatim ta'kidlab qo'yay. Hissiy munosabat hargizmi nuqul holda er-xotinlik munosabatini o'sishga olmaydi. U sizning barliq ijtimoiy munosabatingiz ichidagi hissiy bog'lanishingizni ko'rsatadi. Biz deb o'tdik. Agar siz hissiy munosabatda bo'lsangiz, 3 xil ahvol bo'ladi. Birinchi, siz hissiy munosabatning ichida turibmi ko'pga erishishni xohlaydingiz. Bu degan tabiiy ahvol. Ikkinchi, sizning bu xil hissiy munosabatdan chiqib ketganingiz bor edi. Ma'lum sabablar tufaylidan chiqib ketilmaydingiz. Buni bizmi tafsiliy to'xtaldik. Endi uchinchi xil ahvol bo'lsa, sizda hissiy munosabat bor, biroq bu xil hissiy munosabat bir izida to'xtab qolgan. Biz bu xil holatni taslim bo'lgan holat deb qarasak bo'ladi. Bu xil holatda sizning bu xil hissiy munosabatdan chiqib ketganingizmi yo'q? Texmo ko'pga erishganingizmi yo'q? Nima bo'lsa, shuni qabul qilib turdingiz. Bu xil holat hargizmi biz deyotgan qaltis hissiy munosabatga olib borolmaydi. Balkim bu hissiy munosabatdagi eng nachar joy bo'lishi mumkin. Chunki azob ham xushallik kam degandimi sizni harakat qildirdi emasmi? Agar siz bu xil to'xtab qolgan holatda tursangiz, siz avarchilikda qolasiz. Men bir mashinaning sizning yeningizdan o'tib ketayotgan vaqtda sizni harakatlantirishni umid qilaman. Hargizmi? Mashina kapti deb oldi kaningizga mangmay turishingizni umid qilmayman. Chunki sizning hayotingiz sizdan harakat qilishni talab qiladi. Hayot harakatda. Agar
Biz hissiy munosabat ustida to'xtalsak, mening sizdan so'raydigan birinchi savolim bo'lsa, sizning o'rningiz zodi qayerda? Siz hissiy munosabat ichidimi yoki hissiy munosabatning sirtidimi? Hissiy munosabatda bo'lmasangiz, uni xohlamsiz yoki xohlamamsiz? Hissiy munosabatda bo'lsangiz, texmi ko'p erishishni xohlamsiz yoki bu xil munosabatdan chiqib ketgingiz bormi yoki chiqib ketolmayotgamsiz yoki joyingizda to'xtab qoldingizmi? Çoğunlaşqa, siz qayerdan başlashingizni bilishingiz kerak. Sizdan so'ramoqchi bo'lgan ikkinchi savolim bo'lsa, siz hissiy munosabatda to'xtalganda zodi qayerda bo'lishni umid qilasiz? Zodi ko'nglingizdek hissiy munosabat qanday bo'ladi? Men sizni bir qancha bosqichlar orqali bu savollarga nihoyat aniq javob topqizaman. Garchi bularning javobi aniq bo'lsa-mu, sizning yana azroq o'ylanishingizni umid qilaman. Mening demoqchi bo'lganim, sizning ko'nglingizdek hissiy munosabatingiz zodi qanday? Sizlar nima to'g'ri parangishatdinglar? Nimalarga kulatdinglar? Sizlar nimalardan tan o'rtoqlashgan bo'latdinglar? Nimalarni birga o'rganatdinglar? Qandaq o'sib ketilgan bo'latdinglar? Bir-biringlarga qandaq to'p qo'shgan bo'latdinglar? Qandaq sirliq daqiqalarni birga o'tkazgan bo'latdinglar? Bir-biringlarga qandaq hayron qilishlarni bag'ishlaytdinglar? Biz bilamiz. Ko'pinchimiz hayotimizga har xil ehtiyojlarimizni qondirish uchun aldirash bo'lib ketib, hayotimizga eng muhim narsalarga vaqt ajratib chiqara olmaymiz. Ko'pincha kishilarning hayotini muvaffaqiyatli bo'la olmasligining sababi ular barliq diqqatini iqtisod, xizmat qatorliq hal qilishga tegishli ishlarga markazlashtirib olganligi uchun ular uchun hissiy munosabat muhim bo'lmay qoldi. Unutib qolmang, hayotlik munosabat uchun ko'klaydi. Hayotingizning sifati siz parvish qilib yetilgan hissiy munosabatga bevosita bog'liq. Biroq biz har doim ishlarni qilish jarayonida hissiy munosabatimizdan chatdab ketamiz. Shuningdek, siz har kuni o'zingizdan "Men bugun kim bo'ldim, nimaga erishdim" deb savol so'rang.